Do'stlar, uyda qishda issiq, yozda salqin ushlash uchun nima qilish kerak? Yozga обязательно konditsioner, qishga pechga qo'yish shart emas. Uyda yaxshilab teplоизоляtsiya qilish kerak. Hozir mana 2025-yilda trendda bo'layotgan teplоизоляtsiya, tomga pena beton xizmati. Hozir buni tarkibida nimalar bor, necha kvadratga bosib berishadi? Bular haqida to'liq ma'lumotni 1 kvadrat qanchadan bosishyapti? Ahadjonning o'zlaridan olamiz. Ahadjon Ormin. Salomat bo'ling. Xo'p, bu yerga hozir necha kvadratga bosyapsizlar? Bu yerga 230 kvadratga. 230 kvadrat joyi. Bir kunda bosib olsa bo'ladimi 230 kvadrat joyda? Bir kunda bosib olsa bo'ladi. Aha. Xo'p, buni tarkibida nimalar bor o'zi pena betonda? Bu pena betonda tarkibida semon, qum, pena. Yana bir ikkita qo'shiladigan narsalari bor. Aha. Xo'p, bu afzallik tomonlari mana biz bilamiz, eskidan tomlarga loy-lo'm bosqilingan, somon, loyni turpoq olib kelinardi, somon, qo'ni qo'shni, qarindosh urug'da hashara chaqirilardi, oshna-og'aynilardi. Hozir endi mana ko'ryapsiz, bu yerda ancha ish qulay. Bemalol misol katta tomni bir kunda bosib qo'ysa bo'ladi. Oldin misol 2-3 kunlab tomga loy bosilgan. O'yingizdan bilasiz, misol somonni olib kelib, ancha mehnati bor edi. Vassani qoq, kardon qo'y, loyni tayyorla, 2-3 kun vaqt ketardi. Mana hozir 230 kvadrat joyda bir kunda bosib qo'ysa bo'lar ekan, mana ko'ryapsiz. Buni afzallik tomonlar mana yaqinda pena lo'mboz ham chiqdi. To'g'rimi? Undan keyin mana bu 2025-yilda yangilik bo'lyapti, to'g'rimi? Trendda yangilik bo'lyapti. Xo'p, buni loy nimaga ham bossa bo'ladimi? Polga ham? Polga ham istashgan o'rnida bossa bo'ladi. Aha. Istashgan o'rnida yaqsa ham bo'ladi. Aha. Ham issiq bo'ladi, istashganga o'xshab sovuq bo'lmaydi. Aha. Xo'p, bu issiq sovuqdan ushlab beradi. Sovuqni saqlab beradi bu. Qishda issiqni ushlaydi, yozda salqin qilib beradi. Necha santimetrgacha quyiladi bu narsa? Tomga lo'mboz o'sha 5 santimetrdan chuqur vassa o'ynagan bo'lsa, o'sha 8 santimetrgacha bo'ladi. 5 dan 8gacha. 5 dan 8gacha. Chuqur joylari o'sha 8 bo'lib qoladi. Aha. Voy, tomga og'irlik qilib, bu vassani bosib, bu bo'lmaydimi? Yo'q. Loy lo'mbozdan bu yengil o'tiradi bu. O'sha kvadrati 3,5 kilo, 4 kiloga. Ha, 1 kvadrat 3,5 kilo, 4 kilo bo'ladi. To'g'ri keladi. Aha, zo'r. Xo'p, buni chichqon, kalamush yeb, allaqa bo'lib ketmaydimi? Yorilib, hali yo'q, yorilib ketmaydi. Aha. Qurt qumursqa teshalmaydi buni. Chichqonlar ham, kalamushlar ham teshalmaydi buni. Zo'r. Xo'p, endi kvadrat qanchadan bo'lyapti hozir? Kvadrati tomga o'sha 45 mingdan. Tomga 45 ming. Aha. Qolgachi? Vassasi qoqilgan bo'lsa o'sha 45 ming. Agar vassasini o'zimiz qoqadigan bo'lsak, ungacha qo'shilib qoladi. Ha, vassasi qoqilgan, tom holati vassa qoqilgan bo'lishi kerak, обязательно. Zardevol urilgan bo'lishi kerak. Zardevol urilgan bo'lishi kerak. O'shanda 45 mingdan bosib beramiz. 45 mingdan. Bu 45 ming ichiga nimalar kiradi endi hozir? 45 ming ichida shu hamma mahsulotlar o'zimizdan, uyda egasidan o'sha to'k bilan suv keyin abid qilib bersa bo'ldi. Uyda egasidan o'sha ketadi xolos. Qo'ya hamma narsasi 45 ming ichida o'zi. Bu materialigacha o'zlaringiz solasizlar. O'zimizdan. Bu material ham maxsus material ekan. Mana nima deylardi bu material? Izofan material. Bu nimani ancha-muncha havoda nimani ushlaydi? Aha, havo o'tkazadi, o'sha to'rsini chiritmaydi. To'rsini chiritmaydi, havoda o'tkazadi. Bu materiali hamma yo'q shuni ichida 45 ming ichida. O'sha 45 ming ichida. Faqat vassani qoqib tayyor qilib berishgan bo'lsa, kerak 45 mingdan yopib berasizlar. Vassani o'zlaring qoqiydigan bo'lsalar, incha-picha qo'shiladi. Incha-picha qo'shilib qoladi vassani o'zimiz qoqadigan. Zardevorida ham обязательно urilgan bo'lishi kerak. Urilgan bo'lishi kerak zardevori. Hurmatli obunachilar, diqqat qilasizlar. Zardevori urilgan, vassasi qoqilgan bo'lsa, 45 mingdan shu materiali yo'q, hammasi ichida faqat sizdan to'k, abed, shu supu, shu narsani tashkil qilib bersangiz bo'ldi. Xizmatlar qancha ko'rsatiladi, Hajjon? Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab qilib berilaveradi. O'zbekiston bo'ylab qilib berilaveradi. Shu narx o'zgarmaydimi? 45 mingdanmi? Yo'q, narx o'zgaradi. Aha, narx o'zgaradi. Vodiyga o'sha 45 ming, agar Toshkent, Voha tomon bo'lsa, ichiga qo'shilib qoladi yo'lkira. Yo'lkirani hisobiga ichiga qo'shiladi. Vodiy ichi shu narx 45 mingdan Toshkent, Voha tomonlargacha kelishilgan holda yo'lkirasiga endi to'g'ri tushunasizlar, uzoq joydan borishadi, rasxod qilib, shuni hisobiga bitta narx o'zgaradi. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rdilaring, qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot berishga harakat qildik. Yana biz berolmagan ma'lumot bo'lsa, o'zlaring qiziqtirgan savollar bo'lsa, shu ekranda Adjon nomerlarini qoldirib beraman. Bemalol telefon qilib, o'zlaring qiziqtirgan savolga javob olishlaring mumkin. Yana qanaqa xizmatlaring bo'lsa, narx-navosini
telefon qilib kelishlari mumkin. Savdo Time kanalidan desalaring ozgina bonus chegirmalarni qilib berishadi. Ahadjon, bonuslar bormi bizdan chiqsa? Xudo xolasa sizlardan chiqsa bonusi bor. Bizdan chiqsalar bonusi bor. Like bosib, shu ustalar xizmatini qo'llab-quvvatlab like bosib, kommentariyada xormanglar deb yozib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqangi foydali ma'lumotlarni birinchi xabardor o'tirasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ekranda nomerlar qoldirdik. Aloqaga chiqib ishlaringizni qilaverasizlar.